Ko'rganlar juda xursandman. Mana Shahzodxon hurmatli vakillar, apamlar qo'yganlar. Avvalambor chaqirgansiz juda xursand bo'ldim. Bunaqa tomoshaga har doim kelaylik. Menga juda yoqdi bu. Yana qayta kelaveramiz chaqirsangiz. Baxtli bo'linglar. Yoshlarimiz baxtli bo'lsin, Bekobod yoqdi deb qo'yaver, ha? Bekoboddan bir chiqmadi shuni olgan, Anjirga ketib qoldi. To'ylar muborak bo'lsin, ilohim yoshlarimiz qo'shaqar baxtli bo'lsin. Kelasi ham qatoringlardan xato bo'lmasa, 5 to'ylarda mana shunaqa nima deydi, qatoringlardan xato bo'lmasdan uchrashlik nasib qilsin. Telefonni ehtiyot qiling. Oldin telefon qo'limizdan tushib ketsa, batareykasi chiqib ketadi. Hozir telefon tushib ketsa, agar yuragimiz ichida chiqib ketadi. Chunki telefon o'lgan o'zimizdan qimmatay. Shuning uchun telefonni ehtiyot qilingizlar, maylimi? Gapirsa, nima darding bor? Dardim yo'q. Avvalambor kelganlaringga katta rahmat, hurmat qilib. Men ammam, ya'ni Gulzoda amma va Baxtiyor buvamni bugungi shodiyona kuni bilan, ya'ni farzandlarning visol oqshomi bilan chin qalbimdan tabriklayman. Ilohim qo'sha qarib baxtli bo'lib, qo'sha egizaklarning ota-onasi bo'lib yuringlar. Baxtiyor amma, sizlar ham qo'sha qarib farzandlaringning rohatini ko'rib yurishlik, uzoq umr ko'rishlik nasib etsin. Dadajonim ruhbonlar ko'rib turgan bo'lsa, sizdan xursand bo'ladi deb o'ylayman. Men to'ylar sifatida mana shu komandamni to'yga taklif qildim. Bir chiroyli o'tkazish maqsadida shuni chin yurakdan qabul qilasiz. Rahmat, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. O'tganlarimiz Xudo rahmatiga jannat qilsin. Qolganlarimiz salomat qilsin. Agar endi kelin boshlamizga kuyov bolamiz ruxsat bersa, bu to'y tugadi degani emas, hurmatli o'rtoqlar. Biz yor-yorimizni salomimizni aytsak-ku, manzilimiz uzoq ketsak, ha? Yor sadolari ostida kelin boshlamizdan olib chiqsak, bitta yor chalib turing. Salom. Abkiliga yaga boshida kelin boshamizni. Askamillarga salom aytadi. Unaylay bu jonlari, sizga salom yor. Kelin salom yor. Salom yor. Kelin salom yor. Qabul aylang to'y jonisi. Sizga salom yor. Kelin salom yor. Bu jonlar bormilar? Kuyovimiz bu jonlari bormilar? Amma bu xola bular. Kattalardan kim bor? Xola bular. Marhamat, san asrofdagi iltimoslar. Xola bularimiz marhamat. Hoji bu jonlarimiz, xolalarimiz marhamat. Makkatulloh yo'lida, joy namozi qo'lida. Qabul aylang xola bu jonlari. Amma bu jonlari sizga salom yor. Kelin salom yor. Salom yor. Kelin salom yor. Qabul aylang amma jonlari. Sizga salom yor. Kelin salom yor. Kelin tomondan ramlayla olib turinglar. Kelin tomondan, yangalarim. Aynan gidey hojonamda. Rahmat, sog' bo'ling, salomat bo'ling, rahmat. Salom yor. Kelin salom yor. Qabul aylang amma boshchalarimiz. Sovg'alarni endi ertaga uyda olasizlar. Sizga salom yor. Kelin salom yor. Hijoblari yarashgan, hamma ishga qarashgan. Qabul aylang xolajonlari. Sizga salom yor. Kelin salom yor. Kuyovimiz xolalar bormilar? Rahmat. Salom yor. Kelin salom yor. Qabul aylang xola boshchalari. Sizga salom yor. Kelin salom yor. Mehmon kelsa xush degan, mehmonxona xush degan. Qabul aylang. Yana kimni chaqiray? Xolalarimiz, ammalarimiz kelib bo'lishdimi? Qabul aylang xola boshchalari. Sizga salom yor. Kelin salom yor. Kamila Hamid aytingchi. Mana mikrofonda. Mana xonani ko'raylik Kamilani. Salom, o'zimga salom. Salom, onasiga salom. Ana. Salom yor. Kelin salom yor. Qabul aylang qarindosh urug'lari, tog'ani xotinlari, amakini xotinlari rahmat. Sizga salom yor. Kelin salom yor. Kuyovimizni amakilarini, tog'alari, xotinlari kelinglar. Erkaklarni keyin chaqiramiz. Kelishdimi? Salom yor. Kelin salom yor.
shoshgan. Qabul aylang qarindosh urug'lari, sizga salom yor yor. Kelin salom yor yor. Salom salom yor yor. Kelin